Men 7 kun davomida faqat milliy og'ir ovqatlarni o'zimga sinab ko'raman. Bu menga qanday ta'sir qiladi? Qancha semiraman? Qayerda ovqatlanganim yaxshiroq, uyda, ko'chada yoki restorandanmi? Shu savollarga javob topish uchun O'zbekistonga borishga qaror qildim. Birinchi kuni eksperimentni boshlagani samolyotga o'tirib Toshkentga qoqib bordim. Yetib kelib shashlikni qoringa g'amlab olib, Samtaven ko'rib qoldim. Hammaga salom. Sizni mana ko'rgandan xursandman va videolaringizni ko'rsatdingiz, maloljes. To'xtatmasangiz, hammasi xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Sizga omad tilayman. Rahmat. Opa. Shunday qilib ishlarimni hal qilib olib, arzon kafedan osh yeb ko'rdim va Toshkentni ozgina aylanib bo'lgach esa milliylikni ko'rib, mana bu yerdan chiqib hozir endi milliy taomlarga ketamiz hozir. Milliy taomlarga kirib ovqatlanib, yana restoran qidirgani chiqib ketdim. Hozir zaxortov yegan lekin bunaqa taomni birinchi marta yeyishim, qansinab ko'ramiz. Rossiyadan o'zbekcha sog'inib yegan ekanman. To'g'risi restorandan birinchi marta bunaqa ovqat yedim. Ham sho'rtakkina ekan, lekin menga yoqdi. Do'stlar, kun sovuq tushgan bo'lsa-da, Toshkentda telemenorasining ustiga ovqatlangan chiqmoqchi biz. Ichkariga kirib 6-qavatga ko'tarildi. Mana xo'p bu yerga chiqdik. Tepadan shahar juda chiroyli ko'rinar ekan. 6-etajda ancha tomosha qilib bo'lganidan keyin, do'stlar, bu hali ham 6-etaj. Hozir 12-etajda ham ko'rgan boraman. Mana hozir menyudan ovqat zakaz qilamiz. Bu yerda ovqatlarni olib bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Do'stlar, hozir binoran eng baland qavatga ko'tarildi. Eng qiziq bu yerda quyosh, bu yerda qorong'i tushib bo'lgan o'zi. Va biz shunaqa qitmirliklar qilib ko'chaga surdik. Ertalab kirdik, lekin kechqurun chiqyapmiz. Uncha yaxshi emas degan odamlarga ishonmanglar, mazza qiling. Ekskursiyadan keyin oldidagi hamma maqtagan restoranga kirdik. Bu yerga kirib olib, eng to'yimli ovqat qaysi deb bitta ovqat olib kelib berishdi bizga. Hozir ko'ramiz. Qarochi, shunaqa ovqat ekan. Kecha quyoshga ishonib ustimni yupqa qilib chiqdim, savqotdim, tomog'im ham bo'g'ilib qoldi. Bugun Chorsuvdagi shashlik xonasiga borib ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Va men metroga tushib, ertalabdan osh yegani kafega borib, oshni tashab oldim. O'rtada ishlarimni hal qilib olib, g'ijim bet bilan Chorsuvga qoqdim. Mana men Chorsuv bozoriga keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yetga faqat ko'chada ovqat yeb ko'rmoqchiman. Shunga nima deysiz? Bo'ladi o'g'lim. Siz meni mana Chorsuv ovqat bozorida yeb ko'rsangiz bo'ladi. Men javob beraman Chorsuv ovqat bozoriga. Shunday qilib, bu bozorda yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Kalla poychadan tortib o'zimizda hamma milliy ovqatlargacha. Mana hozir yeb ko'ramiz, birinchi marta Chorsuv bozoridan ovqat yeyishim ekan. Katta rahmat. Birinchi norin yeb ko'ramiz. Norincha bilan shashlikchani biqin qilib bo'lganimdan keyin, shashlik umuman ta'mi boshqacha qilinayotgan bu yerda bor-ku. Choyni ichib olib, keyingi joyga borishimizdan oldin hazm bo'lishi uchun ozgina yurib, yana bir restoranga kirib eng arzon ovqatini so'radim. Aka, buni qaysi to'yimli, qaysini yeysan normalniy bo'ladi? Kattarog'i bor. Bo'lishimdan beraveraymi o'zi? Kelgandan keyin qarasam, yangi yil dasturxoni bo'lyapti. To'g'risi kichkina narsa keladi deb o'ylagandim. Ta'mi aka, hamma narsa bor ekan. O'zi bo'ya ovqatlangandimda. Unashni o'ylaganimdan ko'proq ekan ovqat. Shuncha ovqatdan keyin oshqozonim kechga meni sudga berdi. Mana bugun biz Toshkent Cityga keldik. Shaharni kechasi bilan aylanib chiqib uyga ketdim. Katta qo'rg'on. Ertalabdan sho'roni paqqos tushirib, yangi ochilgan Umum Buxoriy majmuasiga bordim. Uyga kelib barakchamni yeb 4-kunimni ham shunday o'tkazdim. 5-kun bugun boshqacha. Chunki ertalab turganimda uydagilar menga xalsa qilib qo'yishgan ekanlar. Bu yerga kelishga 1 yildan beri vaqtim bo'lmay yurgandi. Nimagaligini hozir ko'rasiz. Mana biz bahorga ham keldik. Vau, hamma joy yam-yashil. Shuncha o'ta, hozir shularning o'rniga hamma joy qor bo'lsa, ketdik bo'lmasa qishga boramiz. Mana bugun bizda qish, bugun yangi yil. Qorni qaranglar. Menga qish ham sovuqli qilichoq, endi yozga boraman. Yoz. Mana nihoyat yozga keldik. Endi kuzga ketamiz. Mana hozir bizda kuz, qanaydir yashillik yetishmayaptimi? Bo'lmasa bahorga qarab ketamiz. Da bilganingizdek Rossiyada edim. Kechga shashlikchani pishirib, 5-kunimni ham shunday tugatdim. 6-kuni ertalabdan somsa chantib olib, bugungi ishlarimni ham hal qilib oldim. Obedga ham ovqatlanib olib, syomkaga keldim. Va biz Ulug'bek bilan emotsiyasiz attraksionda o'tish videosini oldik. Hamma shunaqa baland joydan sakrashimga to'g'ri keldi. Biz Toshkentdagi eng qo'rqinchli attraksionlarga emotsiya ko'rsatmasdan o'tishga harakat qildik. Ammo to'g'risini aytsam, hammasiga ham o'sh qamadi. Lekin kunimiz zo'r o'tdi. Eng attraksionni uchib ko'ramiz. 7-kuni yaxshi kayfiyatda ko'chaga chiqib, somsachaga borib, oshqozonimga haq berdim. Aytgancha eng qizig'i 7 kun ingliz tilini ham o'rganib ko'rdim. Siz ham ingliz tilini o'rganib baquvvatbek bo'lishni istasangiz, Aylis 829 ta davlatga o'qishga kirgan Iskandarov Nodirbekni sizlarga tavsiya qilaman. Keyin kuni bilan bozor aylanib, kechga Mirshakar akani xayr shousiga kirib keldim. To'g'risi kirib kelishimni o'zidan qattiq hayajonlandim. Chunki oldimga taniqli aktyor, aktrisalar o'tirgandi-da va endigina hayajon kamaygan payti qo'limga mikrofon berib qo'yishdi. O'zim ham YouTube'ga proyekt qilaman, to'g'risi.
Aytgan o'zimga narsalarni sinab ko'raman. Yo, bu hozir eksperiment как детский bo'lib qolmasligi uchun sinematichniy shu Oxirgi videozda 7 kun nima yedingiz? 7 kun shokolad yedim faqat, hech nimadan tashqari. Non-pon, hech nima yo'q. Sizni hayotdan boshqa maqsadingiz yo'qmi? Menga kommentga shunday yozishadi. Hozircha Nima qilmoqchisiz? sinematichniy kino olmoqchiman. Kanalingiz nomi qanaqa? Dega.uz. Dega.uz. Dega.uz o'tib ko'ramiz hammamiz. Bilmadim kim bu yigit, to'g'risi. Harakat qilyapti. Sinematichniy kino bir kun YouTube ko'rish uchun biz ham ozgina kirib ko'rib, like bosib qo'ysak bo'ladi, menimcha. Zakir aka bilan ko'rishdik. Jahongir aka keling, siz ham mana bu yerda ko'ryapsizmi, bitta joy ko'rish. Kuchli video yozsak bo'ladi. To'g'risi Mirshakar aka, men o'ylaganimdan ko'ra ham samimiyroq odam akalar, rahmat. Oxirgi kunimni ham shunday tugatdim. Ana endi statistikani ko'rib chiqamiz. Qimmat restoranga 10dan 8, arzon kafelarga 10dan 6, Toshkent telemenorasiga 10dan 4, Chorsu bozoriga 10dan 8, o'zimizda uyda ovqatlarga 10dan 10, chunki uni ham tayyorlaganlar. Bu eksperiment videomizga 4 kiloga semiribman. Qolgan videolarni ko'raman desangiz, описаниеda qoldiraman. Va men O'zbekistonda shunday kunimni mazza qilib o'tkazib, Rossiyaga qaytib ketdim.